Voy adasi, qiz bola bilan bunaqa tanishmaydi-da. Ismlari Shahloxon ekan. Yaxshimisiz? Voy chiroyli ekansiz. U yoq bu yoq deb kompliment qilish kerak-da. Yo'q. Mendan so'rasangiz o'zim o'rgatardim-ku. Men sandoq Yo'q, bexijolat. Mendan yo'layotgan bo'lsangiz, men chiqib turaman, bemalol yozishavering. Men hozir hammasini Yo'q, senga yo'q, tushuntirib beraman. To'xtagin Yulduz. Ana adasi, mana telefoningiz, mana Shahloxonga javob yozib qo'ydim. Qiz bolani kutirish yaxshi emas. Uje jiddiylashib bo'psizlar. Endi podarkalardan boshlasangiz ham bo'laveradi. Masalan, guldan boshlang. Yo'q, bu sen o'ylagan narsa emas. Yo'q, bemalol. Cho'tta shu Shahloxon. Shubhali-da. Ha, Yulduz. Qalaysan? Yaxshi. Ana Shahloxon bilan gaplashyapsizmi? Nima bo'ldi? Voy. U galvars o'zidan o'zi kalla qo'yib qoldi. Men sizga noloyiqman. Siz bundan zo'rlariga arziysiz. Boshingizni aylantirganim uchun uzr, meni kechiring deb yozib yuboribdi pandavaqi. Hech hamda unaqa deb yozganim yo'q. Mana qarang shamas. Bunaqa deb yozgani yo'q demoqchi edim. Siz telefoningizda ko'rib qolgandim-da shunaqa yozganini. U sanligingni-chi men boshida bilganman. Ana olovchali stikerlar tashlading-ku. O'shanda biluvdim men sanligingni. Qanday aldamang. Yo'q, rostdan padarkalaringni ham olib kelib qo'yganman. Hozir olib kelaman. Rostdan. Mana Yulduz padarkalaring. Aytdim-ku, sanligingni men boshida bilganman. Rahmat.